Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Tarix institutining Turon deb nomlangan podkastini boshlayapmiz. Ochig'i birinchi marta Botir aka Toj Mahalni yonida bu podkastni yozyapmiz. Yaxshi niyat bilan bu podkast ochilgan. Bugun siz bilan Bobirshunos olimimiz Botir Ali Yo'ldoshev mana Boburiylar tarixiga oid aynan Toj Mahal qurilishi bilan bog'liq juda ko'p faktlarni gapirib beradilar. Shundaymi Botir aka? Bobur ekspeditsiyasining bu ikkinchi safari. Birinchi safarimiz Pokistonga bo'lgan edi. Ustozimiz O'zbekistonning birinchi raqamli tarixchisi Azamat Ziyo rahbarligida Pokistonga borib kelgan edik. O'shanda maqsad qo'yildiki, bundan keyin mana shu davomiylik bilan doim mana shu Boburiylar, Temuriylar izidan safarlar o'tkazish va uning moddiy, ma'naviy merosini o'rganish rahbarimiz tomonidan qo'yilgan birinchi masala. Endi ikkinchi safarimiz Hindistonga bo'ldi. Hindiston Boburiylar mamlakati, Temuriylar davlatining bir tarkibi bo'lgan. Amir Temur hazratlari 1399-yilda Hindistonni zabt etgan bo'lsa, keyinchalik Bobur mana shu joylarga talabgor bo'lib chiqadi Temurizoda sifatida va 1526-yili Delhi sultonligini zabt etib Hindistonda Boburiylar davlatini o'rnatdi. Zahiriddin Muhammad Bobur Hindiston taxtiga asos solgan Boburiylar imperiyasining birinchi imperatori. Bobur podshoh bu uning shohlik maqomiga ishora qiluvchi hurmatli nomi. U o'zining Boburnoma asari bilan mashhur. Harbiy sarkarda, harb ilmining bilimdoni, hozirgi kunda uning jang san'ati ko'plab davlatlarning darslik dasturiga kirgan. Pokistondagi muzeylarda harbiy qurollar borasida mukammallikka erishganini ko'rishimiz mumkin. Afg'oniston, Turkiya, Eron va boshqa yurtlardagi olimlar uni Bobur podshoh deb atashadi. Biz ham bu atamani to'g'ri deb hisoblaymiz. Hozir Hindistonga kelgan albatta har bir kishi istaydiki Agraga kelishni va Agrada Toj Mahalni ko'rishni. Bu har kimning orzusi. Hozirgina biz ko'rdik, o'nlab vatandoshlarimizni ko'rdik, o'zbekistonliklarni. Endi bularning asosiy maqsad Agra umuman Boburiylar davrida gullab yashnagan shahar bo'ladi. Chunki Boburiylar davlatining ikkinchi poytaxti Agra. Zahiriddin Muhammad Bobur Hindistonni zabt etgandan so'ng poytaxtni Kobuldan Agraga ko'chirdi. Birinchidan Boburiylarning, Temuriylarning Hindistonda va boshqa o'lkalardagi qilgan shaharsozlik ilmini ham, ularning xizmatlarini ham o'rganishimiz kerak. Endi biz orqamizda mana hozir ko'rinib turibdi bu Toj Mahal. Toj Mahal Zahiriddin Muhammad Boburning 5-avlodi, ya'ni Boburiylar davlatining 5-hukmdori Shohjahon tomonidan 1630-yildan so'ng, ya'ni 31-32-yillardan so'ng qurib boshlanadi. Uning sevimli malikasi, uning haqiqiy ismi Arjumand Bonu edi, keyinchalik Mumtoz Mahal deyilgan va Toj Mahal sifatida tarixda iz qoldirgan. Toj Mahal qurilishi bilan bog'liq rivoyatlar ko'p, ammo biz manbalarda yozilgan ma'lumotlarni taqqoslab, sizning hukmingizga havola etamiz. Internet tarmoqlarida ko'plab asossiz ma'lumotlar bu mo'jizaviy arxitektura san'atiga nisbatan tirkaladi. Emishki, bu bino o'rnida avval hindlar tomonidan qurilgan ibodatxonaning poydevori bo'lgan emish. Shu poydevor sabab bu bino zilzilalarga bardosh berib turganmish. Boburiylar yozib qoldirgan asarlarda ushbu bino haqida yetarlicha ma'lumot berilgan va bu binodan avval qurilgan Humoyun podshoh maqbarasini borib ko'rganimizda aynan Temuriylar arxitekturasi uslubini ko'rishimiz mumkin. Humoyun podshoh maqbarasidan andoza olinib, Toj Mahalda Maroqand uslubidan ham foydalanilganligini ko'rasiz. Toj Mahalning yerto'la qismini tasvirga olganimizda ham Temuriylarning me'moriy yechimini ko'rdik. Bu me'moriy yechim Oqsaroy me'moriy yodgorligida ham qo'llanilgan. Bu me'moriy obidaning qurilish tarixi o'ziga xos tarixga ega demoqchiman. Shohjahon oilada 3-farzand edi. Ma'lumki, turkiylarda va boshqa millatlarda ham birinchi farzand taxtga o'tirish kerak. Lekin taqdir taqozosi bilan Shohjahon taxtga o'tirdi. Shohjahonning boshidan juda ko'p qiyinchiliklar o'tdi. Uning haqiqiy ismi Xurram edi. Jahongir davrida, ya'ni Akbarning o'g'li Jahongir davridagi juda katta harbiy g'alabalar aynan Xurramning harbiy faoliyati bilan bog'liq edi. Xurram o'sha uning yirik g'alabalari evaziga
otasi Jahongir podshoh unga Shoh Jahon nisbasini bergan edi. Lekin keyinchalik ularning o'rtasida ziddiyatlar tufayli Shoh Jahon isyoni tufayli 3 yildan ortiq otasiga qarshi isyon ko'tarib butun Hindiston bo'ylab Qur'onni qochib yurgan paytlari bor. Ana o'sha paytlarda bir kishi unga sodiq qoldi hamisha. Uning mana shu sevimli malikasi. 18 yil ular ikkalasi birga yashagan bo'lsa, 14 ta farzand ko'radi. 14-farzandini tug'ish chog'ida ko'p qon yo'qotishi bilan malika hayotdan o'tadi. Mumtoz Mahalning asl ismi Arjumand Bonu bo'lib, taxminan 1594-yilda Mashhadda tug'ilgan. U asli eronlik bo'lib, bobosi va ota-onasi kambag'allik yuzasidan Hindistonga ko'chib kelib, Akbar Shoh mulozamatiga xizmatga kiradi. 1611-yilda Arjumand Bonuning ammasi Nurjahon Mehriniso Jahongir Shohga turmushga chiqqach, Arjumand Bonuning bobosi E'timod ud-Davla bosh vazirlik mansabiga, otasi Etihod xon Asafxon esa saroy boshqaruvchisi lavozimiga ko'tariladi. 1613-yili 19 yoshli Arjumand Bonu 21 yoshli shahzoda Xurramga, ya'ni Shoh Jahonga turmushga chiqadi. O'tkir aql idrok va did farosat sohibasi bo'lgan Arjumand Bonu tez kunda tadbirkorligi, nozik tabiati, iffati va tengsiz husn latofati bilan saroy ayonlari o'rtasida katta e'tibor qozonadi. Tez suratda Qur'onni yod olib, qoriya ayolga aylanadi. Endi manbalarda, endi ko'p joylarda, bu kitoblarda ham yoziladiki, malika Mumtoz Mahal begim boshqa uylanmaslik, bir shunaqa bir qasr qurishni vasiyat qilgan, iltimos qilgan deydi. Yo'q, malika Mumtoz Mahal begim, endi Toj Mahal begim deymiz, Arjumand Bonu haqqi ismi deb aytib o'tdik. Muslima ayol edi. Eriga bunaqa shart qo'yishi mumkin emas edi. Bu keyinchalik haligi yozilgan romanlarda bir chiroyli bir nima deymiz, o'ylab topilgan tarixlar. Shohjahon Mumtoz Mahaldan ilgari ham uylangan edi, undan keyin ham uylandi. Chunki bu Temurizoda. Bu podshoh. Ya'ni podshohlarni bunga, ya'ni Temurizoda deganda nima nazarda tutyapman? Bu yerda siyosiy masalalar bor. Masalan uchun hozirgina ko'rib keldik, Fathpuri begim degan Shohjahonning ayoli bor edi. Boyaloqda kam gapiriladi. Yoki bo'lmasa birinchi xotin ismi Qandahori begim edi. Qandahorlik ayol edi. U tabiiy narsa. Ya'ni bo'rttirmasdan yana bir narsani aytamiz, Azamatjon bitta gaplarini, ya'niki tarixni borligicha yoritib berishimiz kerak. Toj Mahalni lahorlik usta Ahmad hamda turk me'mori Muhammad Isoxon afandi boshchiligida qurilgan deb aytiladi. Ammo manbalarda 5 nafar asosiy ustalar nomi keltirilgan bo'lib, ularning orasida Samarqandlik Muhammad Sharifning ham nomi keltirilgan. Yodgorlikning 4 tomonida joylashgan 4 ta minoraning balandligi 45 metrdan. Toj Mahal qurilgan Agra shahri Dehlidan 200 kilometr uzoqlikda joylashgan. Maqbaraga 3 ta sharqiy, janubiy va g'arbiy darvozalar orqali kiriladi. Maqbara atrofida 18 gektar maydonda bog' barpo etilgan. Toj Mahal majmuini har bir tashrif buyuruvchi oyoq kiyimsiz ziyorat qilishi shart. Samolyotlarga Toj Mahal ustidan uchish taqiqlangan. Tarix qanday bo'lsa, shundayligicha o'rgansangiz ham xulosa chiqarasiz o'zi aslida rost tarixni. Uni bo'rttirmasdan ham Boburiylar mana qurgan binolarni ko'ryapmiz. Hech bo'rttirishni ham keragi yo'q-da, ochig'i shu qadar buyuk binolar, shu qadar malikalarni islomni qabul qilgandan keyin buyuk ishlar haqida. Men ochig'i Toj Mahalni bittagina o'zi binosi turgan bo'lsa kerak deb o'ylar ekanman shu paytgacha. Kesam buni atrofida shunaqa malikalar qurgan masjidlar, boshqa Samarqandcha chorbog'larni aytdik. Chorbog'larni qarang. Haqiqatan biz mana bugungi kunda hukumatimiz shu Bobur bog'ini yaratish to'g'risida katta harakatga tushgan. Ochig'i juda ham hayratdaman. Endi qarang, Toj Mahalning qurilishida bu shosha-pishalik bilan qilingan ish emas. Necha yil davomida quriladi? Bu 20 yildan ko'proq vaqt davom etadi. 22 yil davomida quriladi. Asosiy ishlar bitgandan so'ng ham yana davom etib umumiy hisobda olganda 22 yil davomida qurilgan.
Bir kunda 20 mingdan ortiq kishi ishlagan. Malikani Burxonpur shahrida vafot etadi, janubda. Vaqtinchalik o'sha joyda dafn etgandan so'ng akani olib kelib bu yerda dafn etilgan. Bittagina qabrga 10 mingta dur ishlatilgan. Bu yerda qayerdan olib kelingan toshlar bor. Mana kecha biz Jaipur shahrida bo'ldik. Jaipur marmar yetkazib berish bo'yicha dunyoda yetakchi o'rin turadi. Mana shu yerda ishlatilgan oq marmarlar ham mana shu Jaipurdan olib kelingan. Kecha haykaltarashimiz Shoh aytib o'tdi. Islom sivilizatsiyasi taraqqiyoti markaziga ham mana shu joydan Jaipurdan oq marmarlar olib borilgan. Xuddi mana shu Toj Mahalning marmarlari deb hisoblaymiz. Endi buni qurishda bir nechta takliflar berilgan. Podshohning ishtirokida o'sha berilgan takliflar, ya'ni tarix deyiladi, ular tanlab olinadi. Tanlab olinganda ham juda e'tibor bering. Buning andozasi Samarqanddagi Amir Temur hazratlarining maqbarasining andozasi ko'rib turibsiz. Temuriylar arxitekturasi qo'llanilgan bu mo'jizaviy bino Sharq me'morchiligining asl ko'rinishidir. Samarqanddagi Registon, Go'ri Amir yodgorliklarini kuzatsangiz, bunga amin bo'lasiz. Bu binolarni asl holicha saqlab qolish maqsadida Bobur podshoh Hindistondan doimiy ravishda ta'miri uchun mablag' jo'natib turganligi manbalarda yozilgan. Juda ko'plab mana Boburiylarning kelishi bilan Turon arxitektura madaniyati va Hind arxitektura madaniyatining uslubining qo'shilib ketish joylarini ko'p joylarda kuzatasiz. Endi buni qurayotganda faqat hali bizda o'rganilmagan tarixlarda yana bittasi borda, 5 ta usta asosiy usta sanalgan. Ya'niki bosh ustalar. Ahmad Lahuriy uning nomi tilga olingan joylar bor. Undan tashqari yana 4 ta usta bo'ladi. Mana shu 5 ta ustaga bir xil maosh berilgan. Ana shu ustalardan bittasi haligacha biz o'rganilmaganmiz. Buni hali o'rganish kerak bo'lgan faktlar bular. Muhammad Sharif ismli samarqandlik usta bo'ladi. Bunda manbalarda kelyapti. Manbalarda kelyapti. Endi ikkinchi narsani yana aytib o'tamiz. Buning minoralarini qurishda buxorolik ustalar ishtirok etganini ta'kidlashimiz kerak. Endi bunga faqatgina marmar emas, juda ko'plab toshlar olib kelinadi. Aqiq, yoqut va bunga ishlatilgan oltin, kumush, lal, dunyoning turli joylaridan olib kelingan toshlar bor-da. O'sha paytda yana bitta narsani aytib o'tishim kerak, ustalarning haqqi masalasida. Bosh ustalarga 1000 rupiyadan pul berilgan. O'sha paytda 4 rupiyaga bitta echki sotib olish mumkin bo'lgan. Demak bu 250 ta echki degani, to'g'rimi? Bir oyda Bosh ustaga 250 ta echkining puli berilyapti. Tasavvur qiling, qanaqa katta mablag'. O'shaning uchun ham Toj Mahalni dunyoning 7 mo'jizalaridan biri sanashadi. Toj Mahalga mana ko'rib turibsiz, hozir millionlab odamlar oqib keladi. Bugungi Hindistonning moddiy daromadiga qo'shayotgan hissasi juda katta. Boburiylarning, Temuriylarning deb alohida ta'kidlab o'tishni istayman. Ingliz bosqini tufayli Boburiylar merosi katta zarar ko'rdi. Toj Mahal tom ma'noda talandi. Ko'plab saroylar xaroba ahvolga keldi. Ammo Toj Mahal hozirgi holatida ham dunyoni hayratga solib keladi. Endi ingliz bosqinini bu yerda bo'lganligini bilamiz va juda ko'p toshlarni bu yerdan olib ketganligini ham eshitganmiz. Aynan mana shu qanday toshlar ishlatilgan? Qarang, marmardan tashqari lazuret, onyx va juda ko'plab zumrad, aqiq, oltin, kumushlar ishlatilgan. Afsuski oltinlar haqiqisini olib ketilgan. Chunki bittagina inglizlar emasda, orada Ranjit Singh boshliq Sikhlar davlati, ular endi mustaqillikka erishgandan so'ng hujum qilishganlari, uni olib ketganlari bor. Bu yerda juda ko'plab tarixiy manbalar bor. Juda ko'p tarixi yotibdi demoqchiman-da bu yerda. Endi mana shuni qurishdan tashqari endi bitta Toj Mahalni o'zi emasda. Toj Mahalni mana biz agar Toj Mahal qarab turganimizda yoki Toj Mahal tarafdan qarab tursak, demak uni chap tarafida mehmonxona bor. G'arb tarafida mana janubiy g'arb tarafida esa masjid bor. Bu yerda ham masjid bor-da. Ya'ni musulmonlar kelib namoz o'qishi uchun. Shu bilan birgalikda endi bu joyni ham maxsus tanlashadi. Jamna daryosining bo'yida, Toj Mahalning orqa tarafida Jamna daryosi oqib turibdi. Shohjahon o'zi istagancha daryoning narigi tarafda qora marmardan shunda xuddi shunaqa maqbara qurishni. Shu nega aynan qora marmardan? Bunda ham bir ramziy ma'no bormi? Masalan, eng suyukli yori olamdan o'tdi.
o'ziga shu qora marmarni shu bir g'amni shakli sifatida qurdimi? Balki. Chunki Shohjahon sevimli malikasi vafot etgandan so'ng juda qattiq g'am g'ussaga botadi. Uni bir kechada sochlari oqarib ketadi. 7 kun xonasidan tashqariga chiqmaydi. Ichkaridan chiqib kelganda uni saroy ayollari emas, hatto oila a'zolari tanimaydi. Shu darajada yuzi oqarib ketgan, shu darajada soch soqoli oqarib ketgan, shu darajada g'amga botgan bo'ladi. O'shandan qora marmar qurdirib, ikkalasining o'rtasida ko'prik ham qurmoqchi bo'ladi. Lekin taqdirning boshqacharoq charxning aylanishi bilan u o'limi tufayli taxtdan voz kechdi emas, ya'niki uni taxtdan ag'darishdi. Bu endi alohida bir taqdir. Shuning uchun u o'zining maqsadiga yeta olmadi, faqatgina o'g'li Avrangzeb Olamgirdan iltimos qiladiki, birinchi talabi Olamgirga aytadiki, o'ldir deydi. Avrangzeb Olamgirning otasiga aytgan bir mashhur gaplari bor. Temuriylar tarixidagi bitta podarkushlik deydi, hali 1000 yillarga yetadi deydi. Ya'niki Ulug'bek Mirzoni qatl etish sababchisi bo'lgan Abdullatif Mirzo nazarda tutilgan. Biz Shohjahonni uy qamog'iga tashlangan joyni borib ko'rdik. U aynan mana shu joydan Toj Mahalni kuzatgan. G'oyibona Mumtoz Mahal bilan gaplashgan. Saroy hashamdor bo'lganligi bilan g'amga botgan shoh uchun bu saroyning zarracha ahamiyati bo'lmaganligini his qildik. Daryoni narigi tarafida Qizil qal'a bor. Bu Red Fort sifatida mashhur bugungi kunda, chunki Dehlidagi Lal qal'a ham bor-da. O'shaning uchun buni Red Fort deb ko'proq ishlatadi. O'shani Akbar podshoh qurdirgan. Hindistondagi o'sha paytlarda qurilgan qal'alar 500 dan ortiq bo'lgan. Abul Fazil Allomiy bu qal'ani aytadiki, Hindistondagi qal'alarning shohi deb atagan. Eng katta qal'a, eng mustahkam bo'lishidan tashqari endi bu yerda otasini, ya'ni Shohjahonni o'sha qal'aga nazarband degan so'zni ishlatamiz. Qamoq so'zi noto'g'ri, endi barib podshoh oliy tabaqadagi shaxs Temuriyzoda uni o'ldirmaydi. O'sha joydan turib shunday bir xona berilganki, har kuni mana shu Toj Mahalga qarab turadi. Uy qamog'i desa to'g'riroq bo'ladi. Uy qamog'i desak to'g'ri bo'ladi. Uy qamog'i. Uy qamog'i desak, shu so'z to'g'ri keladi. To'g'ri keladi. O'shanda turadi, endi uni hamma huquqlari bekor qilingan, ya'ni lashkarboshi edi, u davlat rahbari edi. Bu huquqlardan bekor qilingan, faqat unga toat, ibodat bilan umrini o'tkazadi. Undan keyin taxtdan ag'darilgandan so'ng ham 66 yoshda vafot etgan bo'lsa, yana bir necha yil umr ko'rib, uy qamog'ida vaqt o'tkazdi demoqchiman-da. Qabri qayerda aynan? Qabri keyinchalik vafot etganidan so'ng Mumtoz Mahal begimning yoniga dafn etishadi. Shu mana shu Toj Mahal maqbarasining ichida. Ikkalasining qabri shu yerda joylashgan. Endi bu yerda juda ko'p e'tiborga berasizda, arxitektura san'atiga e'tibor bersangiz, mana 4 tomonida 4 ta minora, bu go'yoki 4 ta kanizak. Endi mana shu 4 ta minoraga diqqat bilan e'tibor qilsa, juda ko'plab olimlarimiz bu yerga kelishgan. Ayniqsa men ustozimiz Ansariddin Ibrohimovni eslagim keladi. O'sha kishining kitoblarida yoritilgan. Domlaning bergan ma'lumotlariga qaraganda, professor Ansariddin Ibrohimov Hindistonda ishlaganlar o'sha e'tibor bilan qaraganda aytadiki, minoralar deydi bir-biriga qarama-qarshi turibdi. Ya'ni xuddi tashqari tarafga og'ib turibdi qisman. Sababiki zilzila bo'lganda minoralar yiqilib asosiy imoratga zarar yetkazmasligi. Toj Mahalni ko'rishga sayyohlar dunyoning turli joylaridan tinmay kelib turishadi. Fransuz jurnalisti aytganidek, dunyo aholisi ikkiga bo'linadi. Toj Mahalni ko'rganlar va Toj Mahalni ko'rmaganlar. Botir aka, hozir ham mana bir qancha yurtdoshlarimizni ko'rdik. Albatta bu yerni juda ko'pchilik kelib ko'rishni orzu qiladi va biz ham juda ham hayratlandik. Haqiqatdan me'moriy mo'jiza desak bo'ladi bu joyni. Biz yurtdoshlarimizni albatta bu yerga taklif qilib qolamiz va o'ylaymanki, bu joyni hali tarixi to'liq 100% ochildi deb ham hisoblamaymiz. Chunki o'zbek davlatchilik tarixi kirmagan mamlakatni o'zi yo'q. Va hozirgina mana siz ta'kidlagandek, o'sha Muhammad Sharif degan usta haqida hech narsa bilmaymiz. Mana shunday izlanishlar bo'lsa, olimlarimiz bu yerga kelib bizning tariximiz bilan va Hindiston o'lkasidagi Boburiylar tarixini jipslashtirsa, hali juda ko'p manbalar chiqadi Botir. Shunday, juda to'g'ri. Uning uchun mana shu manba o'qiy oladigan olimlarimiz kerak.
Yoshlarimizni o'shanga o'rgatishimiz kerak. Til o'rganishlari, arab tilini, fors tilini biladigan olimlar kerak. Endi nafaqat fors bilan arab tili, lotin tilida yozilgan Boburlar davriga oid asarlari bor. Fransuz tilidagi asarlar bor. Portugal tilida, golland tilida yozilgan asarlar bor. Ularni o'rganish uchun men o'ylaymanki, bugungi kunda tarix ustida katta ishlar amalga oshiryapti. Yoshlarga juda katta e'tibor berilyapti. Haftada 2 marta seminar o'tkaziladi tarix ustida yoshlar uchun, ataylab maxsus. Shu bilan birgalikda ularning mana shu kelajakdagi olim bo'lib shakllanishi, bizning shu moddiy ma'naviy merosimizni o'rganishi uchun katta ishlar qilinmoqda ustimizda. Keyin Alvar muzeyi haqida ham biz yo'lda gaplashdik. Afsuski, dushanba kuni muzey ishlamas ekan. U yerda ham juda katta manbalar bor. Qanaqa asarlar bor, qo'lyozmalar bor. 1000 dan ortiq qo'lyozma bor. Endi o'sha joyda Boburnoma ham saqlanadi. Boburnomaning yana eng asosiy nimalaridan biri, ya'niki demoqchiman, ishonchli manba sifatida Haydarobod nusxasi sanaladi. Bu Hindistonning janubida joylashgan shahar. Afsuski, Boburiylar manbalari dunyoga sochilib ketgan. Biz Lakshmi muzeyida to'planib qolgan Boburiylarga oid katta harbiy qurollarni ko'rdik. Pokistonda ham Boburiylarning harb san'atiga tegishli asori atiqalari saqlanadi. Olimlarimiz bu manbalarni o'rganishi, asl hujjatlarni tadqiq etishlari esa juda muhim. Akademik Azamat Ziyo boshchiligidagi ekspeditsiya a'zolari bu manbalarni dunyo arxivlariga borib o'rganib kelishmoqda. Albatta, bu borada O'zbekiston tarixi telekanali ko'plab dasturlar tayyorlab efirga uzatdi. Qadrli do'stlar, albatta bugungi podkastimiz juda ham boshqacha, o'zgacha bo'ldi deb o'ylayman. Sababi biz Toj Mahalni o'zida turib bu podkastni yozdik. Bizning tariximiz dunyoga sochilib ketgan, manbalarimiz butun dunyoning muzeylarida, asori atiqalarimizgacha turibdi. Albatta olimlarimiz mana shularni tadqiq etadilar va kelajakda xalqimizga eng manfaatli, haqqoniy tarixni tuhfa etishadi deb o'ylayman. Suhbat uchun sizga rahmat, ma'lumotlar uchun omon bo'linglar. Keyingi podkastda ko'rishguncha xayr.